Oldi eshikda tonirovka bor desam ishonasizlarmi? Akalar, ortiqcha maqtash hojati yo'q. Yaxshi plyonka berganmiz. Laboyda qaranglar, oldi eshikni qaranglar. Bunga 85% qoralikdagi plyonka berganmiz, ya'ni 70 ko'jani tilida. Mana. Ko'pchilik yuz urib oladi, yuzni zo'r ko'rsatadigan bo'lsa ham baribir qanaqadir svet yo'q joylarda qiynaydi. Buni ko'pchilik yuzda yuradiganlar biladi, lekin bir xil odamlar bor, 200 da ham yuraveradi. Bunaqalar bilmayman endi qanaqa ko'zi bor, burgut ko'zmi? Xo'p, 70% ya'ni 85% qoralikda plyonka berdik. Marg'ilonlik filialimizda kachestasini bitta ko'ringlar. Orqasi kuydirilgan ustida xuddi shunaqa. 70 urib berdik. Orqa laboyga bo'lsa 100 ta urib berdik. Kuydirilgan ustida. Endi nimaga orqa eshigiga ham 100 urmadik? Чтобы ichkaridan tomni bo'lib qolmasin. Misol, ayolinglar yoki ota, ona, xullas oilaviy ketayotganda tashqarini ko'rib maza qilib ketadi xullas. Qaranglar. Xullas lukiga bunaqa mashinani обязательно hozir aytdilar, mod deyaptilar, qizdirib yuboryapti dedi. Yaxshi plyonka urib berdik. Xullas akalar, tashqaridan bitta ko'rsatdi. Endi ko'pchilik so'raydi, tashqaridan qora turadimi? Akalar, menimcha qoraligi mashinchalik bo'lsa kerak. Tashqaridan so'mliroq, ichkaridan zo'r ko'rsatadi. Endi qanaqadir holatlarda laboydan yorilib tushganda elas bir rol tomon ko'rinib qolishi mumkin, lekin pashti bu pashti ko'rinmaysizlar. Bo'lsa shunchalik bo'lsa kerak, tashqaridan ko'rinmasin deydiganlarga mana akalar, tashqaridan ko'rinmaydi, ichkaridan bemalol ko'rsatadi. Marg'ilondagi tuning sentrida chiroyli bitkazib berganmiz. Yana bitta narsa, tochka tushirmasdan idealni qilib akalar ish sifatiga bitta baho berib turasizlar. Mashina tayyor, xudo xolasa klientga topshirib yuborsak bo'ldi.